Manalar. Kimda nomdorroq bor shu aqrabo? Mosh mushuk birinchi bo'lib so'z oldi. Bizning urug'dan o'rmonning shoxi. Voy oxir yo'lbarsbekni hamma taniydi. Qalaysan deb so'raydi gohi. Yo, qo'rangi podshoh qilaymi deydi. Bab. Bizga qarindosh. Hammadan zo'roq, o'rmonning zo'ri. Masal deb qoldi kuchukvoy aktrisa. Nomlari bo'ri. Yonimga kel. Mehmon bo'l deydi. Do'stiyak juda mo'l qo'l deydi. Qaranga deb qoldi tovuq. Burgut bilan biz ham yaqinmiz juda. Katta ammamizga bo'ladi quda. Shu faqat o'rtamizda Borda keldi. Nega? O'tir, masala aytyaptilarga majbur etyapti. So'zga aralashdi. U shosha-pisha. Bizning qarindosh hammadan zo'loq. Bab, o'zi kim ekan? Aytib qol mundoq. Kim ekan? Ha, kim bo'lar edi? Fil. Ula, uyatsiz, sal andisha qil. Fil senga qarindosh qanaqasiga? Pashsha der kerilib, Shunaqasiga. Qarindosh bo'lganimiz uchun ham o'xshaymiz shuncha. Unda xaltum bo'lsa, menda xaltumcha. Молодец. Mana sen kulavermanglar. O'tinglar. Anjanchasi. Bitta o'ynab berash, keyin